Hozirda Toshkent shahrida qurilish bumi eng yuqori nuqtada. Deyarli har bir tumanda juda chiroyli majmualar qurilmoqda. Bugun biz Royal Towers kompaniyasi qurayotgan majmualarga e'tibor bilan qaramoqdamiz, chunki aynan mana shu majmuaning unikal tomonlari nihoyatda ko'p. Va bugungi mehmonimiz Royal Towers kompaniyasining marketing bo'yicha direktori Zamir Davronov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Allohga shukr. Rahmat. Aytingchi, mana odam uy sotib olayotgan paytda eng birinchi demak e'tiborni tortadigan narsa bu albatta lokatsiya. Shu lokatsiya nuqtai nazaridan Royal Towers kompaniyasi qurayotgan majmua qanchalik qulay? Xo'p, lokatsiya bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, bu joylashgan joyimiz Yakkasaroy tumani Glinka ko'chasida joylashgan. Qulaylik afzalligi avvalambor ishga borib kelish lokatsiyasi juda qulay. Ya'ni joylashgan joyi spalniy rayonda joylashgan. Nukus ko'chasi va Shotarostoyli ko'chasi o'rtasida bemalol misol uchun qatnashda ertaga. Undan tashqari markaziy ko'chalardan biri, tarixiy, oldin eski. Shuni afzalligini o'rganib chiqib, shu joyda qurilish majmuasini qurishga qaror qilganmiz. Yana eslatib o'tmoqchi edim, aynan bizni ko'rib turgan obunachilarga, aynan mana shu Glinka ko'chasi bu o'tgan asrning 50-60 yillarida bu juda bir tarixiy ko'cha hisoblanadi Toshkent shahrining tarixida va yana mana shu ko'cha eng ziyolilar ko'chasi deb hisoblangan edi. Butun o'sha ijodkorlar, o'qituvchilar, olimlar mana shu ko'chada yashashgan va aynan o'sha paytda rus klassika musiqasini asoschilaridan biri Mixail Glinkani nomi mana shu ko'chaga qo'yilgan edi. Eslatib o'tmoqchiman, Mixail Glinka hech qachon GAIning rahbari bo'lmagan. Shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'taman. Bu majmuaning nomi ham shu ko'chani nomidan kelib chiqib, ya'ni shu aytib o'tgan bilamiz, Mixail Glinka bular kompozitor bo'lganlar. Shundan biz ham ilhomlanib Vena valsi deb nima qilganmiz. Ya'ni biz bilamiz, ular asosiy ijodlarni Vena ijod qilganlar. Shundan kelib chiqib, biz ham shu nomini shunga hamohang bo'lishi uchun, shu bilan mos kelishi uchun shu ko'chaga Vena valsi deb majmua nomini qo'yganmiz. Aytingchi, kvadratura nuqtai nazaridan bu yerda eng kichik xonadonni, deylik, studiyadan boshlab to penthouse-gacha o'sha kvadraturani bizga aytib o'tsangiz. Kvadraturalarımizga to'xtaladigan bo'lsak, bu yoqda hop eng kichik studiya bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, 36 kvadratdan boshlanadi. Studiyaning juda qulay. Va eng yuqori penthouse-larimiz 204 kvadrat, ikkita terrasali bo'ladi. Hop, standart kvartiralarimiz bu 60 kvadrat, 70 kvadrat atrofida bo'ladi. Korobka shaklida topshiramiz qurilishni. Uni ichki xarakteristikaga agar to'xtaladigan bo'lsak, xonadonni har bitta xonadonimiz yuqori shift, ya'ni 340 dan 380 gacha bo'ladi. Xonadon balandliklari shiftini kirish eshiklariga ham alohida e'tibor qaratganmiz. Ya'ni standartdan ancha yuqori 2,5 metr balandlikdagi va 1,20 eni, ya'ni 90 ga 30 ikki tabaqali eshik bo'ladi. Romlari ham panoramli rom bo'ladi, 270 balandlikdagi. Undan tashqari biz podez qismiga ham juda katta ahamiyat berganmiz. Podez qismiga 150 kvadratga yaqin joy ajratganmiz. Ikkitadan lift bo'ladi, har bittasida, ikkalasi ham katta 13 kishilik rejalashtirganmiz va shu bilan birgalikda zina qismini podezdan alohida ajratgan holda qurganmiz. Ya'ni zinaga yurgan odam shovqini podezga eshitilmaydi. Ya'ni alohida через balkon aylanib kirish kerak bo'ladi. Bu pojarniy talabi bo'yicha deyiladi. Shu bilan birgalikda o'sha har bitta podezimizda o'zi pojarniy gidrant, havo aylanishi nimasi bo'yicha ham alohida e'tibor berilgan. Bu narsalarga ham kechirasiz, mana uyni korobka shaklida sotib olish mumkin. Agarda mijozga qulayliklar kerak bo'lsa, ko'proq qulaylik kerak bo'lsa, remont ishlarini ham qilib berasizlar? Albatta, agar kim o'zini talab istagidan kelib chiqib, o'ziga misol uchun oq remont yoki bo'lmasa pod ключ deyiladi, to'liq remont bilan agar xohlaydigan bo'lsa, uni narsasini ham yana ko'rib chiqib, remontini ham qilib berishimiz mumkin. Unaqa xizmat ko'rsatamiz, uni bo'yicha ham. Kimga xohlagan bo'lsa, o'zining talabi, o'zining dizayni bo'yicha albatta ko'rsatamiz. Qaysi biri ma'qul keladigan bo'lsa, shu bo'yicha ham ishlaymiz. Samir aka, mana dunyo urbanistlarining fikriga qaraganda, yaqin kelajakda eng rivojlangan shaharlarga bir tushuncha berilar ekan, 15 daqiqalik shahar. Ya'ni
odam o'sha yashayotgan joyda shu 15 daqiqalik vaqtning ichida u bemalol yayov yurgan holatda hamma muammolarni hal qilish kerak. Ya'ni bolani maktabga ham borish kerak, demak do'konga ham borish kerak, klinikaga ham borish kerak. Mana shunaqa qulayliklar ham majmuada bo'ladimi? Xo'p, majmuada albatta shu boshida ta'kidlab o'tmadim. Majmua 14 qavatdan iborat. 14 qavatdan iborat bo'lib, buni birinchi, ikkinchi qavatlari bu noturar deyiladi. 3-qavatdan boshlab bu xonadonlar rejalashtirganmiz. Ya'ni siz aytayotgan qulayliklar o'zini shu majmuadan chiqmagan holatda do'kon, restoran yoki bo'lmasa bolalar maydonchasi, bolalar bog'chasi, undan tashqari klinika, bunaqa narsalar, keyin biznes center, gostinitsa alohida bloklarda biz rejalashtirganmiz. Ya'ni shu istiqomat qiluvchi xonadon egalari bemalol o'zlarini bu yoqda erkin his qilgan holda xohlagan o'sha xizmat turidan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Tushunarli. Royal Towers kompaniyasi qurayotgan majmuani yana qanaqa unikal tomonlari bor? Xo'p, majmuada biza birinchi fasad bo'yicha gapiradigan bo'lsak, fasad qismi to'liq bizda tosh. Ya'ni birinchi, ikkinchi qavatlari Angola Black bo'lsa, granit. 3-qavatdan boshlab aglomerat toshlardan foydalanamiz oxirigacha. Bu uzoq muddat shu fasaddagi nima deydi uni? Go'zallikni, uni mustahkamligini ancha vaqt xizmat ko'rsatadi. Xo'p, undan tashqari yana nima afzallik desangiz, o'sha boya sizga ta'kidlab o'tganimda, fasad ichki qismi bo'yicha podest qismiga bu 150 kvadratga yaqin joy ajratganimiz. Ikkita lift kirish eshigingizni 2,5 tabaqali 90 ga 30 qilib berilgani. Undan tashqari majmua uchun alohida, ya'ni bu joyga bog'liq bo'lmagan holda alohida kommunikatsiya, elektr bo'ladimi, bugungi kunda nimasi, gaz, suv alohida imенно shu majmua uchun alohida tortib kelingan. Bu ham albatta o'ziga nima deydi, qulayligi, afzalligi bo'ladi. Undan tashqari o'zini 2 qavat yer osti parkovkasi bo'ladi. Majmuani bemalol xonadon egalari parkovkani o'zidan o'zini xonadoniga o'tish imkoniyati bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri o'tish imkoniyati bo'ladi albatta. Undan tashqari oldi tomonda bizani mehmon va shu majmuaga kelib tashrif buyuruvchilar uchun alohida yer usti parkovkasi bo'ladi. Yopiq majmua, ya'ni begona odam kirib kela olmaydi. Bu majmuani o'zida o'zini bolalar maydonchasi, besetka, yopiq охраняемый zona deyiladi. 24 ga 7. Hozirgi kunda nechta blokni qurib bitkazib bo'ldinglar? Hop, bugungi kunda 5 ta blok qurib bitkazildi. Jami 10 ta blokka rejalashtirilgan. Intervyu uchun rahmat. Ruxsatingiz bilan kerakli ma'lumotlarni ushbu videoning tagida yozib qoldiraman. Agarda Royal Towers kompaniyasi tomonidan Glinka ko'chasida Toshkent shahrining markazida qurilayotgan majmuaga sizda ham qiziqish uyg'ongan bo'lsa, demak bemalol to'g'ridan to'g'ri murojaat qiling. Qolaversa, o'zingiz savolingizni ushbu videoning tagida qoldiring va Royal Towers kompaniyasining xodimlari batafsil tarzda har bir savolga javob berishadi. Bu degani Mr. Otabek TV kanalida va Royal Towersda ko'rishguncha. Intervyu uchun rahmat. Rahmat sizga.